yo'l ko'rinishlari mana. Akalar, mana shu Kulla qishlog'ini Go'shamas degan yerida bu yoqdan Kulladan kelasiz. Bu yoqdan Buloqoshidan kelasiz. Mana shu joy. Mana. Yozuvni ham qo'yib qo'ygandik. Tadbirkorlik qilaman degan akalar uchun juda qulay sharoitlari bor. 13 sotik yeri bor. Kimga qiziq bo'lsa, kelib ko'rasizlar akalar. Bunaqa qimmat emas, noturar joy. Lekin turar joy qilsa bo'ladi. Mahallani ichi, ikki tomoni ham, orqa tomoni ham uylar, turar joy qilib olsangiz ham bo'ladi. Hop. Juda go'zal holatda. Yo'llarini ham go'zal qilib qo'ygan, daraxtlar ekilgan mana. Ichkarisini ham iloji bo'lsa harakat qilamiz ko'rsatishga. Hop. Hop. Ichkarilari mana kirganda qurilish tugallanmagan hali. Shunaqa o'choqlar ham qilib, bir narsaga harakat qilib qo'ygan ekan akamiz. Mana juda katta joy. 13 sotik. Mana shu bu tomondagilar ovqatlanish uchun joy qilingan ekan. Bir 7 ta 8 ta xona tayyorlab qo'ygan bunga. Bu yog'iga mana akalar sauna uchun nechta ham xona bor? 13 tamikin, 14 tamikin xonasi bor. Hop, juda so'lim joy. Suvlari bor. Gaz kelgan, gazni ulab olsangiz bo'ladi, gaz yonadi. Suv, ichimlik suv, agarotingizga hamma suvlar bor. Juda qulay sharoitda. Xohlasangiz shu holatini qilaman deysiz, xohlasangiz boshqa bir niyatlarda bir ferma qilaman deysizmi, ferma qilishga ham bo'laveradi. Tirkatash qilaman desa, tirkatash qilsa ham bo'ladi. Bu tadbirkor akalarimiz ko'ringlar bu narsani. Akalar juda go'zal holatda. Inshaalloh. Qimmat aytmayapti aka. 55 ming deyilyapti. Shu 55 mingdan ozgina o'tib beraman deyapti. Qilgan rasxodlarim ko'p deyapti. Hop. Akalar murojaat qilaverasizlar. Yana qaytaraman, manzil Kullada. Go'shamas degan yerida. Juda go'zal joy.